Aka, to'xtang, xatabi 50 ming qo'shib beray, aka. Qisham kelmayapti, ishlagan qolib, xudo xolisa. Ishlar ko'payib qolar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, aka, yaxshimisiz? Aka, men sizga institka kerak edi. Aka, 4 xil modelimiz bor, aka. Mana hop, bitta ko'rsatib tanishtirib chiqaman, aka. Mana ham oddiy setgamiz, aka. Romlar tashqarisidan qotiriladigan, aka. Buni narxi necha pul? Bu bitta donasi 200 ming so'mga chiqadi, aka. Hop, yana mama modelimiz bor, aka. Romlarni ichidan qo'yiladigan, olib qo'yishga ham qulay, aka. Buni narxi necha pul? Bu 300 ming so'mga chiqadi, aka, bitta donasi. Hop, yana mama model bor, aka. Mana romlarni orqa tarafdan tiqib qo'yasiz, 4 ta donani temiri bilan ushlab turadi, aka. Buni narxi necha pul? Bu 400 ming so'mga chiqib qoladi bitta donasi. Hop, yana mama bor, aka. Razujnoy mana, aka. Ko'rib turibsiz. Ochib yopib, mana shu yerda ishlatsangiz bo'ladi, aka. Buni narxi necha pul? Bu 500 ming so'mga chiqadi bitta donasi, aka. Menga 2 dona set kerak edi. Hop, Bular hop. hammasi qimmat ekan. Hop. Oddiysini ikkitasi necha pul bo'ladi? Hop, ikkita donasi oddiysi bo'lsa, okajon 200 ming so'mdan 400 ming so'm. Aka, men setga 200 ming qo'yay, narxi to'g'ri kelsa. Yo'q, 200 ming so'm to'g'ri kelmaydi, okajon. Aka, undan bo'lsa menga sal narxi to'g'ri kelmayapti. Bo'lsa menga ruxsat, aka. Aka, to'xtang, xatabi 50 ming qo'shib beray, aka. Abdurahmon ukam, bo'lag'o. Undan keyin 15 ta zakasini sor. Bugunni o'zi bitirib qo'yish kerak, ukam. Bo'lag'o, tezlashtir. Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom, kel ukam. Set kerak edi, aka. Nechta kerak, ukajonim? 2 dona kerak edi, aka. Hop, to'sin etsam, hozir vaqtimiz yo'q, ukajonim. Ikkita dona setgan edi, men qimmatli vaqtni ajrata olmayman, ukajonim. Aka, men 2 dona qilib bera qoling. Yo'q, ukajonim, to'g'risi hozir vaqtimiz yo'q, uka. Mana eshikni ko'rasizmi? Tez orqasidan yo bizning qimmatli vaqtimiz ham bo'laq, ukam, sog' bo'l.